Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Kasbiy ta'lim agentligi tomonidan respublika bo'ylab barcha texnikum direktorlari uchun boshqaruv salohiyatiga oid seminar treninglar bo'lib o'tmoqda. Kuni kecha Qashqadaryo yuridik texnikumida ham Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatidagi texnikumlar direktorlari ishtirokida seminar treningda ishtirokchilarga shaxsiy va kasbiy rivojlanish tamoyillari, jamoani samarali boshqarish usullari hamda kasbiy ta'lim tizimidagi islohotlarni boshqaruv jarayonlariga tatbiq etish strategiyalari bo'yicha bilim va ko'nikmalar berildi. Seminardan ko'zlangan maqsad O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16 fevraldagi mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturi va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilishi belgilangan islohotlarning mazmun mohiyatini texnikum direktorlariga tushuntirish hamda ularning boshqaruv salohiyatini oshirishdan iboratdir. Bir vaqtning o'zida davom etadigan seminarda aynan birinchi mavzu islohotlarning mazmun mohiyatiga qaratilsa, ikkinchisi bu kasbiy va shaxsiy rivojlanish strategiyalari, undan tashqari boshqaruvdagi direktorlarni ko'nikmalari qanday bo'lishligi haqida moderatorlarimiz, trenerlarimiz u yerda yig'ilgan o'sha direktorlarimizga kerakli bilim va ko'nikmalarni berishadi. O'tkazilayotgan o'quv seminar aynan direktorlarimizni hozirgacha qilgan ishlarini bir sarhisob qilib olish va undan keyin aynan mana shu normativ hujjatlarda belgilangan vazifalar, kasbiy ta'limni keyingi bosqichga olib chiqadigan islohotlarda o'zlarini rejalarini qaytadan ko'rib chiqishga va belgilangan vazifalarni sifatli va aniq bajarishda o'z pozitsiyalarini bildirishlariga yordam beradi. Treningda jami 105 nafar ishtirokchi qatnashdi. Dars o'tish jarayonlari esa 3 guruhga bo'lingan holda 3 nafar moderatorlar tomonidan shaxsiy va kasbiy rivojlanish tamoyillari, jamoani boshqarishning samarali usullari, kasbiy ta'lim islohotlarini boshqarish strategiyalari mavzularida seminar trening o'tkazildi. Aytishim mumkinki, o'quvchi yoshlarni, talabalarni o'qitish bilan birga ularda hayot davomida uchraydigan hayotiy ko'nikmalarni ham rivojlantirishimiz kerak ekan. Bugungi treningdan maqsad rahbarlarni nafaqat kasbiy rivojlanish, rahbar sifatida ularni hayot davomida shaxsiy rivojlanishlari uchun ham mazmunli bo'ladi degan umiddaman. Yuqorida ko'rdingiz, fikr almashdik. U teshik kulcha metodi edi. Hozir esa hayot muvozanati g'ildiragi. Ya'ni rahbarlar har qanday inson hayotida o'z vaqtini to'g'ri taqsimlash va kun davomida reja qo'yib, yakunida o'z rejasi ustida refleksiya qilish, ya'ni xulosa chiqarish. Bu rahbar kadrlarni keyingi faoliyatlarida o'z ustida ishlashlari, jamoa bilan ishlash, munosabatga kirishishlarida foydali, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Seminar davomida ishtirokchilar bilan savol-javoblar va muhokamalar bo'lib o'tdi hamda ularning taklif va xulosalari tinglandi. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, ushbu tadbirga respublika bo'yicha 600 dan ziyod texnikum direktorlarining ishtiroki ta'minlanmoqda.